Arzonroq dom so'ragan aka-opalarimiz uchun maxsus xullas Ragazda oldindan kirganda chap qo'lda oxirgi 6-domda, birinchi podyezdda, birinchi etajda 3 xonali kvartirani sotuvga qo'ygan, remontlar normalniy holatda, ichimlik suvlari kirgan, gaz, suv, svetdan muammo yo'q, xudo xolasa kanalizatsiyalar ham ishlaydi. Bu yerda aholilar yashaydi, detskiy plashatkalar. Ko'rib turibsizlar, endi ichkarilarni bir qator ko'ramiz, ketdik. Ko'rib turibsizlar, kirganda MDF eshiklar qo'yib zo'r qilib qo'yishgan ekan. Kirganimizda o'ng qo'lda detskiy xona mavjud ekan. Remontlar yaxshi holatda, yorilgan, chizilgan joylari yo'q. Xo'p, to'g'rimizda mana spalniy xonamiz mavjud ekan. Buni ham allambalo qilib remontlarni qilib qo'yishgan ekan. Ko'rib turibsizlar, vashshe, xullas, olasizlar, yashaysizlar. Xo'p, va bu tomonimizda mehmonxona. Mehmonxonani ham jitka bo'ylarda qilib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Bir qator ko'rsating. Xullas kirib yashaysizlar. Narxi ham o'ta arzon, xudo xolasa olib maza qilasizlar. Bu tomonimizda sanuzeli mavjud ekan. Bir qator o'zlaringga moslab remontlarni qilib olasizlar. Atak yashasa bo'laveradi. Xo'p, bu yerda oshxonani o'rnini keng qilib koridor qilib qo'yishgan ekan. Bu tomonimizda balkonda 6 metrlik balkoni. Oshxonani bu yerga olib chiqishgan ekan. So'rilari, xudo xolasa o'tirib, ponni maza qilib yashaydigan joy, ko'rib turibsizlar. Ushbu uyning narxini 18 ming so'rayapti. 3 xonali kredit degan narsalari yo'q. Notarius sanalaveradi, muammo yo'q, xudo xolasa dokumentini shu joyiga bittadan laykni bosib, kommentariyaga o'z fikrlarini yozib, do'stlarimizga jo'natsa, esdan chiqmasin.